Fikr kuchi orqali parvoz. Neuralink texnologiyasi orqali samolyot boshqarildi. Texnologiya dunyosida yana bir tarixiy voqea ro'y berdi. Amerikalik Alex Conley ismli fuqaro orqa miya jarohati sabab yillar davomida harakatlana olmagan bemor endi o'z ongi yordamida samolyot modelini boshqarishga muvaffaq bo'ldi. Bu tajriba ilmiy jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otdi, deb xabar berdi Verge. Alex Conley ilk bor Neuralink implanti yordamida robot qo'lni boshqargandi. Ammo endi u miyasidagi chipni kompyuter tizimiga ulab, ancha murakkabroq vazifani, samolyot modelini boshqarishni o'rgandi. Bu uning hayotida yangi bosqichni boshladi. Neuralink kompaniyasi ma'lum qilishicha, bunday implant hozirgacha 12 nafar bemorga o'rnatilgan. Ular miya orqali signallar yuborib, kompyuter o'yinlarini o'ynash, kursorni harakatlantirish yoki turli elektron qurilmalarni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, inson miyasidagi neyron faoliyati to'g'ridan to'g'ri raqamli tizimga ulanganda fikrlarni dasturiy buyruqqa aylantirish mumkin bo'ladi. Buning natijasida og'ir jarohatlar yoki nogironlik tufayli harakatlana olmaydigan insonlar yana hayotga qaytish imkoniga ega bo'lishadi. Neuralink muhandislar bu texnologiyani inson va texnika o'rtasidagi tabiiy ko'prik deb ataydi. Ular kelgusida implant imkoniyatlarini kengaytirish, hatto fikr orqali to'liq protezni boshqarish yoki internet orqali ma'lumot yuborishni ham rejalashtirgan. Alex Conleyning so'zlariga ko'ra, ilk marta samolyot modelini boshqarganida u o'zining miyasining qanchalik qudratli ekanini his qilgan. U bu dasturni boshqalarga ham umid va ilhom manbai bo'lishiga ishonadi. Mutaxassislar Neuralink tajribasini tibbiyot va texnologiya birlashmasining yangi bosqichi sifatida baholamoqda. Chunki bu yutuq kelajakda nafaqat nogironlar uchun emas, balki butun insoniyat uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin.